Juda ham ko'p kishi bizga Targovkadan, ya'ni sentr joydan uy so'rashadi. Mana shunaqangi uyni topib qo'ydik. Novostroykadan, ya'ni siz izlagan joydan uy topganmiz. Joyiga keladigan bo'lsak, joyi bu tarafda Yashil bozor joylashgan, Paxtazorda, sentrda joylashgan joy. 6 qavatli domni, 2-qavatda joylashgan, o'rtada joylashgan uyimiz, 2 xonali uyimiz sotilmoqda. Endi ko'rsatadigan bo'lsak, asosiy eshik kirib kelaverishda pirxoshkamizni ko'rishingiz mumkin. Pirxoshkamiz ancha keng va pirxoshka mebellarini bemalol joylashtirib qo'ysangiz bo'ladi. Yevromontajda qilingan ekan, ya'ni remontdan chiqqan yangi novostroyka. Bu yer oshxonamiz, konturni katorlar o'rnatilgan, oshxona jihozlar o'zlaringiz olib kelib qo'yasizlar. Sanuzillar alohida zal va bu yerda bitta xonamiz joylashgan. Qaboylar bo'lgan, tepalar gipsokardondan bezak berib qo'yibdi, ya'ni gipsopatologlar qilingan ekan. Bu yerda esa sanuzilimizni ko'rishimiz mumkin. Hojatxonamiz va yuvinish alohidaligini aytib ketdim. Va zalni ko'rishingiz mumkin. Zal juda ham keng. Konditsionerlar o'rnatilgan, pardalar o'rnatilgan. Qoladigan narsalarini savdo ustida gaplashasiz. Tepalar patolog, ya'ni gipsokardondan bo'lgan ekan. Mana shu xonadonim sotiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $43,000 deyapti. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Mana shunaqangi ikkinchi etajdan yangi qurilgan domlardan uy izlaganlarga jo'natib qo'yib, bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.